Hürmetlik vatandaş. Endiki leksiyamızda başlayımız. Bugünkü istağı 2020 yıl 8. ayının 10. günü haftaga düşenbe mavzumundaq. Amerika Qo'shma Shtatlar Sayya Mulozimat Ministerligining ministeri Alexey Azar vakillar ömrünü başlap Tayvanga yuqori salohiyatli yetib keldi. Mavzuli xabar 8. ayning 9. günü Amerika ovozidan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Washington. Amerika Sayya Mulozimat Ministeri Alexey Azar Taybi vaqti tunigan yakshanba 8. ayning 9. günü vakillar ömrüne başlap Tayvanga yetib keldi. Minister Alexey Azar 40 yıldan beri Tayvan'ı ziyaret kılgan yuqori darajalik Amerika amaldori bo'lib hisoblanadi. Jungo minister Azarning Tayvan'ı ziyaret qilishini aybladi ve Amerikaga norozilik bildirdi. Minister Azar maxsus aeroplanga o'ltirib tunugun tushdan keyin Songshan aeroportiga yetib keldi. Taybi Songshan aeroportiga yetib keldi. Amerikada ma'muriylar o'ltiradigan bu aeroplanga gavdasining muhim yeriga Amerikaning davlat bayrog'ining surati tushirilgan edi. Bu şekilde aeroplan bu qatimki ziyaretning salohiyatlik ve yuqori darajalik ziyaret ekanligini gavdalantirib berdi. Tayvan Tashqi ishlar ministerligi siyosat mahkamasining ikinci darajalik amaldori Tian Jungguang ve Amerika'nın Tayvan vakalatxonasining boshlig'i Brett Christensen qatorliq rahbarlar aeroportga kelib qarshi oldi. Tayvanda har qaysi hodisalar Azarning ziyorat kelishiga alohida e'tibor berdi. Tayvan matbuotlari minister Azarning borganligi yerlardan boshlab xabar qilishga boshladi. Amerika Qo'shma Shtatlari Sayya Sayya ministerligining ministeri Azarning Tayvanga yetib kelishi ve aeroportda qarshi elinishi qatorliq manzillarni xabar qilishga boshladi Tayvan matbuotlari. Amerika Qo'shma Shtatlari Sayya Mulozimat ministeri Alexey Azar Taybiga yetib kelgandan keyin axborot e'lon qildi. Minister Azarning bu qatimki safari iqtisod ve ommaviy sog'lomlik jihati Tayvan bilan hamkorlikni kuchaytirish hamda Tayvanning yuqumli virusga qarshi turishida o'ynaydigan xalqaro rolini qo'llash. Ziyorat jarayonida Sayya Amerika Qo'shma Shtatlari Sayya ministeri Azar Tayvanning prezidenti Tsai Ing-wen bilan ve başka ko'plagan amaldorlari bilan ko'rishdi. Haftaning birinchi kuni Sayya ministeri Azar Tayvan hukumati bilan bir parcha sayya xizmatiga aloqador eslatmaga imzo qo'ydi. Hamda Tayvanning yuqumli kasallar qo'mondonlik shtabini ziyorat qildi. Jungo qarishtirganlikdan Tayvan xalqaro sayya tashkiloti qatorliq ko'plagan tashkilotlar va organlarning sirti qaqib etildi. Xalqarada ko'plagan tashkilotlar va organlarning sirti qaqib etildi. Jungo Tayvan Jungoning bir o'lkasi deb qaraydi. Davlat huquqidan bahramand bo'lish huquqi yo'q deb qaraydi. Amerika Qo'shma Shtatlari Sayya Mulozimat ministerligining bayonotchisi yakshanba kuni minister Azarning Tayvanni ziyorat qilish munosabati bilan axborot e'lon qilib, bunday ko'rsatdi. Minister Azar ve Amerika'nın vakilleri ömrüke avval belgelengen selametlik ve bexatarlik nizamı boyunca vakiller aeroplandan tushibla maske taqaydi ve aeroportda diagnoz qo'yib tekshiriladi. Tayvan matbuotlari xabar qilib bunday ko'rsatdi. Minister Azar yetakchiligidagi Amerika vakillar ömrüge ommaviy so'rovlarda hammasida maska taqadi.
ve aralıq sakladı. Köp taraflık salametlik ve bexaterliklik kapalet giyi kıldı. Amerika'nın Tayvan'daki vakaletxanası mundaq görsetti. Minister Azar 6 yıldan bir tuncu qatam Tayvan ziyaret kılgan Amerika hükümetinin növbetdeki ministeri. Hem de Amerika Tayvan 1979 yılı diplomatik münasebet üzgenden beri ki Tayvan'ı ziyaret kılgan Amerika hükümetinin yukarı derecelik ameldarıdır.